Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuimiz Latviya elchixonasiga kirayotgan talabalar uchun kerakli hujjatlarni qanaqa yig'ish kerak va aynan o'sha hujjatlar bilan bugun sizlar bilan to'liq tanishib chiqamiz. Agar sizga bu video jo'natilgan bo'lsa, tabriklaymiz. Siz уже elchixonaga kirish arafasidasiz. Worldwide Consulting bilan birgalikda. Endi bo'lsa vizaga hujjatlarni yig'ish payti keldi. U hujjatlar qanaqa bo'ladi? Hujjatlarni qanaqa yig'ish kerak? Hammasi haqida hozir sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Latviyaga elchixonaga agar biza bilan ham topshirmayotgan bo'lsangiz, bu sizga yaxshi podskaska bo'ladi. Aynan bu hujjatlarning ro'yxatini o'zingiz uchun ko'rib o'zingiz o'qishga topshirgan bo'lsangiz, bemalol o'zingiz hujjatlarni yig'ishingiz bo'ladi. Yoki bizaga viza podдержка uchun ham murojaat qilsanglar, viza olishingizga elchixonaga suhbatga tayyorlanishga hammasiga yaqindan yordam beramiz. Xo'p, asosiy hujjatlar birinchi o'rinda bu загранпаспорtingizni olishingiz kerak bo'ladi va oddiy pasport bilan birgalikda uni propiska joyini ham olishingiz kerak bo'ladi. Загранпаспортingizni kopiyasini olishimiz kerak. Agar siz загранпаспорт oddiy pasportlaringizni bizning ofisimizga olsangiz, olib kelsangiz, biz o'zimiz uni keraklicha kopiya qilib beramiz. Eng asosiysi propiska joyini ham esingizdan chiqarmang, aynan u ham sizga kerak bo'lgan hujjatlardan bo'ladi. Undan keyingi hujjatimiz bu viza anketasi. Viza anketasi elchixonaga siz haqingizga to'liq ma'lumotni beradi va viza olishingiz uchun eng kerakli narsalardan bittasi. Bu viza anketasini biz sizlar uchun to'ldirib beramiz. Bu yerda ko'p narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Siz bundan xavotir olmang. Worldwide Consulting ofisiga viza uchun kelganingizda biz uni to'g'rilab to'ldirib beramiz. Sizga yana bir marta ko'rsatamiz. Siz uni tasdiqlaganingizdan keyin biz uni print qilib qo'lingizga chiqarib vizaga tayyorlab beramiz. Uchinchi hujjatimiz bo'lsa, sizdan rasm talab qilinadi. Bu Schengen viza uchun bo'lishi kerak. 3,5 ga 4,5 rasm bo'ladi. Eng asosiy narsa rasm 70% ni ko'rsatish kerak. Undan keyin svet to'g'ridan to'g'ri tushib, yuzga soyalar tushmasligi kerak bo'ladi. Undan keyingi hujjatimiz bu universitet tomonidan beriladigan letter of acceptance, ya'ni universitetga qabul qilinganligingiz haqida xat. Buni biz beramiz. Worldwide Consulting tomonidan beriladi. Keyingi hujjat sizni bakalavrga ketayotgan bo'lsangiz, maktab attestatlaringiz yoki magistrga ketayotgan bo'lsangiz, bakalavr diplomlaringizni hujjatlarini kopiyalari kerak bo'ladi. Yoki I6 sertifikati. I6 sertifikati bu Latviya nostrifikatsiyasi. Qisqa qilib aytganda, o'sha hujjatni ham qo'shib bersangiz, siz bu hujjatlarni bermasdan turib I6 sertifikati bilan bemalol o'sha vizaga kirsangiz bo'ladi degani. Aynan I6 sertifikatini bizning ofisimizdan olsangiz bo'ladi. Agar universitet taqdim etgan bo'lsa, albatta beramiz. Ba'zi bir universitetlar I6 ga bermasdan ham sizga viza uchun hujjatlaringizni qilib beradi. Uni keyin I6 dan olamiz deyishadi. Keyingi hujjat bo'lsa, o'qish kontrakti. Ya'ni siz o'sha qaysi o'qishga ketayotgan bo'lsangiz ham Ertugami, Latviyagami, Universitet Latviyami, Ekami yoki Riga Nordic universiteti, aynan universitet bilan qilingan shartnomani, hamma varaqlarni u universitet tomonidan ham imzolangan va siz tomoningizdan ham imzolangan varaqlarni elchixonaga kopiyasini taqdim etishingiz kerak. Originalini ham taqdim etsangiz bo'ladi. Bitta nusxada aynan o'sha yerda yozilgan hamma narsaga e'tibor beringlar. Chunki aynan study agreementda siz qaysi yo'nalishga qabul qildingiz, necha yil o'qishingiz bo'ladi, nechta kredit o'qiysiz, o'qishingiz qachon boshlanadi, hammasi haqida to'liq ma'lumot berilgan. O'sha ma'lumotlar bilan sizni elchixonada savol-javob qilishadi. O'qish shartnomasidan keyingi hujjatimiz asosiy hujjatlardan bittasi bank spravkasi. Ya'ni sizni shu tizda примерно 9,5 ming yevroga teng bo'ladigan ekvivalenti summa bo'lishi kerak. Bu 12,5 ming dollar. Aynan 2026-yil holatiga ko'ra 12,5 ming dollar atrofida shu tizda pulingiz bo'lishi kerak. Ko'proq bo'lsa yaxshi. Aynan bu pul sizda dollaroviy shu tizda viza kartangizda bo'lishi kerak. Aynan shu bank spravkasini siz 3 oylik обороткасini ham olishingiz kerak bo'ladi. Endi bu masalada bizga murojaat qilib maslahatlashingiz bo'ladi. E'tibor bering. Agar siz оборотkangiz 1 oy oldin bo'lgan bo'lsa, lekin pulni 1 kun oldin qo'ygan bo'lsangiz, sizga sal ishonishmaydi. O'shunaqa holatda biz sizga yangi viza karta ochtirishni maslahat bergan bo'lardik. Undan keyingi hujjatimiz turar joy tasdiqnomasi, ya'ni Latviyada qaysi joyda siz yashaysiz, dormitory confirmation yoki hotel confirmation yoki residence confirmation deyiladi. Aynan bu hujjat universitet tomonidan viza uchun vaqtinchalik beriladi va u hujjat bo'yicha siz turadigan manzilingizni aniq bilib olishingiz kerak. Elchixonada suhbatda aynan bu savollarni ham so'rashingiz mumkin, ko'p holatlarda so'raladi. Lekin bu tasdiqnomaga keladigan bo'lsangiz, odatda universitet tomonidan beriladi, hamma universitetlar beradi. Aynan u universitet bilan viza olganingizdan keyin hal qilsangiz bo'ladi buni. Keyingi hujjatimiz bu tibbiy sug'urta. Buni qilishingiz kerak. Bu sug'urta 90 kunlik muddatga qildirishingiz kerak bo'ladi. Bu Schengen zona uchun, talabalik vizasi uchun topshirishingiz kerak. Buni ham biz yordam beramiz. Uni narxi примерно 50 dollarlar, 30 dollarlar atrofida bo'ladi. U kelib yozdirganda o'z summasi chiqib keladi. O'sha summani to'lasangiz bo'ladi bemalol. Undan keyingi hujjatimiz sudlanmaganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma. Bu sudlanmaganlik to'g'risidagi ma'lumotnomani siz yagona darchaga borib olasiz. Yagona darchada aynan shuni olganingizda u yerda QR kodli bo'ladi va qo'l pechat bo'lmaydi. Lekin siz o'sha yagona darchadagi mas'ul odamlardan uni qo'l pechatini qo'ydirib olishingiz kerak, chunki bu hujjatni Worldwide kompaniyasi sizga apostol qilib beradi. Nimaga aynan apostol qildirish kerak desangiz, chunki Latviyaga borganingizda siz Latviyani RP resident kartasini olishingiz kerak. Aynan o'shaning uchun ham bu apostol shaklda bo'lishi kerak, keyinchalik ham yana yugur qilmasligingiz uchun. Bu sudlanmaganlik haqida hujjat o'qish viza kirmasingizdan 6 oy muddat ichida olingan bo'lishi kerak. Aytmoqchi, aynan apostoliga keladigan bo'lsak, bu Worldwide Consulting tomonidan to'liq qoplab beriladi. Siz hech narsaga to'lov qilishingiz shart emas, faqatgina o'sha sudlanmaganlik
sifatida hujjatni olib kelib bersangiz bo'ldi. Agar bizda standartli tarif bilan qilgan bo'lsangiz, aytganimdek hech qanaqa to'lovlar bo'lmaydi. Aviachiptalar broni qilishingiz kerak, ya'ni siz qaysi sanada Latviyaga uchib ketmoqchiligingiz haqida elchixonaga bron bilet ko'rsatishingiz kerak. Bu bron biletni muddati sug'urtani muddati bilan to'g'ri kelishi kerak. Ya'ni sug'urtangiz 20-sentyabrdan boshlanyapti. Siz bron bilet 15-sentyabr qilib qo'yadigan bo'lsangiz, ular sizni qabul qilishmaydi. Siz sug'urtani birinchi bron biletiga 15-sentyabr qiling, sug'urtani ham 15-sentyabrdan boshlab qildirishingiz kerak bo'ladi. Undan keyingi hujjat VFC Globaldan sizni o'chirtingizni tasdiqlanganligi haqida hujjat bo'ladi. Buni ham aynan biz taqdim etamiz Worldwide Consulting tomonidan. Undan keyingi hujjat bo'lsa invitation number, ya'ni viziv kod. Viziv kodni universitetlar taqdim etgan bo'ladi bizga. O'shaning uchun bu haqda ham siz qayg'urmasangiz bo'ladi. Bu viziv kodni biz sizga yozib beramiz yoki shartnomangiz ustiga yozib qo'ygan bo'lamiz. Aynan o'sha viziv kod bilan siz hujjatlaringizni VFC Globalda amalga topshira olasiz. Keyingi narsa bo'lsa, bu viza uchun to'lov uchun pul olishingiz kerak. Buni narxi 1.850 ming so'm atrofida bo'ladi. Aytmoqman, har doim har xil, chunki o'zi bu aslida 120 yevrolar miqdoridagi summa. O'shaning uchun bu summa 1.770 mingdan 1.800-900 minggacha o'zgarishi mumkin. Buni siz VFC Global o'zida naqdda yoki dollarda to'laysiz, karta orqali ham to'lasangiz bo'ladi. Endi bu voyaga yetgan talabalar uchun bo'lgan hamma hujjatlarning ro'yxatida. Bundan tashqari siz yig'adigan keyingi hujjat, agar siz 18 ga to'lmagan bo'lsangiz, ya'ni ikkita hujjat yig'ishingiz kerak. Bu sizni ota-onangizni chet elga chiqishiga rozilik xati va ota-onangizdan power of attorney, ya'ni Latviyada kim sizga mas'ul shaxs bo'layotganligi haqidagi hujjatni berishingiz kerak. Bu ikkita hujjat shablonlarini bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Agarda bizning talabamizda bo'lsangiz va bu videoni ko'rib qaysidir savollarga tushunmagan bo'lsangiz, bemalol yana konsultantlarga murojaat qilib, o'sha process menejerdagi yana ham to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bank shotda biza yordam bera olamiz qilishga. Agar siz biz orqali topshirayotgan bo'lsangiz ham, topshirmayotgan bo'lsangiz ham, bemalol bizga murojaat qilsangiz, bank shot sug'urta qilishda yordam bera olamiz. Undan keyin agarda siz o'zingiz o'qishga topshirayotgan bo'lsangiz, hujjatlarni yig'ishda ikkilanayotgan bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilib viza podдержка olishingiz mumkin. Agar bu video foydali bo'layotgan bo'lsa, o'sha Latviyaga o'qishga ketayotgan do'stingiz uchun yoki o'zingiz uchun zametga olib qo'yishni unutmang. Bundan tashqari like, komment bosishni unutmang. Sizlar bilan Worldwide Consulting bo'ldi. Rahmat hammaga. Hujjatlarni ro'yxatini olmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanaliga o'tinglar. Telegram kanalda aynan bu hujjatlarning ro'yxatini men fayl shaklida tashlab qo'ygan bo'laman. Bu fayldan ko'rib hammasini olsangiz bo'ladi.